Yo, WhatsApp hammaga assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan Roblox, lekin Shohjahon HD bo'ladi. Video foydali bo'lsa, albatta like va obunani bosib qo'yasizlar. Bu o'yinning ismi Jump for Lucky Block. Mana birinchi blokimizni oldik va buni birinchi borib bazaga joylashtiramiz. Biz bilan Chico ham o'ynamoqda do'stlar. Mana o'zini tanishtirib o'tsam. Yo, WhatsApp onachilar qandaysizlar? U sal nariyoda kuchayish bilan band bo'lyapti. Kim zo'r kuchayish o'ynaymiz u bilan. Qani ko'ramiz. Hozir bizga Larila. Hamma menimcha Brainrot o'yinlarda birinchi Larila bersa kerak. $3 pul topadi va uni kuchaytiramiz. Ko'proq kuchaytirsa shunchalik ko'proq pul ham beradi do'stlar. Xo'sh, kuchaytiramiz va sakrashni kuchaytirishga boramiz. Qara, hozir men 5-zonaga Aha. 6 milliard lirasi topoldim. 6 milliard? Ha? O, ko'rasizlarmi obunachilar, menga maqtanmoqchi-da bu. Endi buni ham YouTube kanalini men kommentariyada silka qoldiraman, o'sha yerga o'tib obuna bo'lib qo'yasizlar, xursand bo'lgan bo'lardi. Gapda. Hozir senga beraman o'shani, hozir kutib tur tusholay. Yo, men o'zim kuchayishim kerak-ku. Ha, men yana topaman, men kuchayman. Ha. Hozir beraman tusholay. Kuchliligini maqtanib qo'ydi-da. Lekin biza bundan ham zo'r bo'lib ketamiz, hali to'xtab tursin-da bu obunachilar. Ha, kuchli bo'lmasam bermaychimda. Mana kilomma qara. Usta filmingga beraman. Mayli obunachilar, ozroqgina kuchayib olganimizdan keyin rahmat, mayli. Mana, yedim. Bo'ldi, endi yo'qola oldimda. Ket, aytgancha seni hali friendga qo'shmadim-a? Qo'shib qo'y. Bo'ldi, hozir qo'shib qo'yaman. Mayli. Hozir bani sakrashimni ko'ryapsanmi? Seniki pas, hozir seni friendga qo'shib qo'ysam. Mana jo'natib qo'ydim, qabul qilib ol. Xo'sh, seni qo'shib qo'ydim. Endi hozir men tezligimni kuchaytirishda borishdan oldin yana ozroqgina to'plab olaman. Onasi bo'libdi, qara olaman. Ha, mana bo'ldi. Internet mamasi bo'libdi, men boshqa joyga serverdagi ona chaqiribdi, o'sha uchun men xayr bo'libdi chiqdim men. Yaramas, bizani sotib ketib qoldi. Obbo, tezligimizni ancha kuchaytirib oldik va reverse ham qilamiz hozir do'stlar. Ko'proq reverse qilsak, bizga shuncha ko'p pul qo'shib beradi albatta. Xo'sh. Ko'proq reverse qilishimiz kerak bo'ladi do'stlar. Tak, yetadi shuncha. Hozir bitta reverse. Yana tezlikni kuchaytiramiz. Yana qaraymiz, ozginagina yetmayapti. Yana hozir ozroq tezlikni kuchaytirib yana bitta reverse qilamiz va yana tezlikni kuchaytirib yana reverse qilishga o'tamiz jigarlar. Hozir qaraylik. Ozginagina yetmayapti, 2 yetmayapti do'stlar, 2. Tak, bitta reverse qilamiz. Shu bilan yetadi do'stlar, bizga shu reverse ham yetadi. Xo'sh. Endi maksimalni tezlik qilamiz, reverse, yana reverse qilyapti, mayli. Bo'ldi. Yetadi shuncha reverse qilganimiz. Endi hammasiga tezligimizni kuchaytiramiz dedi. Go do'stlar. Endi sakrashimizni tekshirishdan oldin bitta pulli yig'ib olaylik. Xo'sh, mana 127 milliard pul topib qo'yibdi o'zi, malades. Yaxshi. Sakrashimizni yoqdik, endi sakraymiz. Qanday balandga sakrayapmiz hozir. Secret arenaga borsak kerak do'stlar, menimcha Secret arenaga boramiz. Bora olamizmi? Borishda mana bu yaramas o'tak. Xo'sh, yana qaytib boramiz biz. Umuman to'xtamaymiz. Olg'a. Umuman yiqilsak ham yana turaveramiz. Xuddi
umuman taslim bo'lmaydigan odamlarga o'xshab. Olg'a hozir. Yana. Baribir chiqamiz, sekretariyaga boramiz. Menimcha pulim yig'ilib qoldi Flamingoda. Ana o bizni Chico do'stimiz tashlab ketgan Flamingoda. Olg'a, albatta. Hozir meni ishim chiqib qoldi va buni Chicoga topshiraman. Chico o'zing boshqarib tur. Bo'ldi. Ketdik omonashlar hozir. O'ynaymiz. Baqa chiqa olayotganmizmi? Neyse, yaxshilab sakraylik. Ama o'tib ketsamiz. Sakraymiz hozir. Men o'tib ketsin dedi. O shular kerak zola qolaydi, chiroyli ekan. Bo'ldi, ketdik. Tez sakrab o'ta olishimiz kerak. Lekin bularga bir bag'iragan bor ekan, mayli. Bizga farqi yo'q. Hozir uyga borib buni ocha qolaylik. Va blokni ham ochdik. Va nima tushar ekan? O mana. O normalniy. Mana keldi. Yo'q do'stlar, ishimni bitirib keldim. Bir ikkita ishlar chiqib qolgandi. Uzr so'rayman sizlardan. Va hozir bizda qanday bir inrod chiqdi? 245 milliard pulimiz bor. Bu degani 2,5 milliard degani. Hammasiga tezlik sotib olamiz. Hozircha bizga menimcha reverse kerak emas. Anchagina bir inrod olib kelganimizdan keyin bizga reverse kerak bo'ladi. 5 taga reverse qo'ysang keyin ag'i ona o'tib ketadi, keyin bosaverasiz. Ha, to'g'ri. Hozir event kelishiga 25 soniya qoldi. Keyin esa event keladi do'stlar. Ungacha biz eng cho'qqisiga chiqib olishimiz kerak. Event kelguncha, faqat event kelguncha ulgurishimiz kerak. Event 1,5 daqiqa davom etadi. Va biz 1,5 daqiqa ichida eng kuchlisiga borib olishimiz zarur. Nima bo'ldi? Birinchi zona tashlab ketadi. Ha. To'g'ri. Bo'ldi, o'zimdan serverimda o'yna. Bo'pti, mayli. Mana event boshlandi do'stlar. Current event, golden event boshlandi. Biz menimcha maksimalniy secret arenagacha bora olamiz. Secret arena. Xo'sh, chiqib olsak, tezroq chiqib olsak. Hozir 280 chiqa olamizmi? Biz sakrashimiz 270, lekin chiqa olamiz. Bu yana tarib yubordi, yaramas. Nima bo'libdi agar men ham kirsam? Sen bizani mensimaysan, shuning uchun pas event san uchun kirmasang kerak. Sen bunaqa eventlarga golden event bo'ladi. Rainbow golden. Bo'ldi, haqiqatan. Ana ko'ryapsizlarmi, juda kibrda bu Chico. Umuman yur ikkalamiz video olaylik deganimga ham xo'p deb umuman video olmadi. Men bilan faqat ozginagina yurdi, shu gapirdi bo'ldi. Mana hozir sekretariyaga keldik biz. Ketasan hozir. Sovuq niyat o'zingga buyursin, ukam. Hozir pastga tushamiz, pastga tush. Eng yomoni omadni qarang, omadni. Mana bu lavadan o'tib olsak qolgani bizga umuman oson, chunki 3 tagina zina qoldi. Bo'ldi, bu yeri oson tushib qolsa ham ola olamiz. Do'stlar, qani sekretdan nima tushar ekan? Ungacha bitta videoga like, kanalga obuna bo'lib qo'ying, chunki biz yil oxirigacha 100 ta bo'lishimiz kerak. Agar shu video 100 ta tomosha qilinsa, men buni sirazu ikkinchi qismini olib, bundan da teppalarga chiqishga harakat qilaman. Va ikkinchi qismda men ham o'ynayman. Ikkinchi qismida mana Ali va'da berdi. Bu 100% asosiy qahramon. Qani nima tushar ekan? 1 millionlikmi? Yo'q. Va Kamila shu. Va necha million? 15 millionlik tushdi. Do'stlar, qanaqa omad bu elephant, ha? Golden elephant. Qanaqa omad bu do'stlar? Bu omad uchun bitta like bosib qo'ysa arziydi, lekin ikkinchi qismida Ali to'liq o'ynab beraman dedi. Bu Chico aniq o'ynab beradi. Iltimos kanalga obuna bo'lib qo'ying.